Yana bir bor assalomu alaykum. Video olishda davom etamiz. Hozir videomiz Mumtoz Optim bozoridan bo'lyapti. Pashti hamma videolarimiz shu yerdan bo'lyapti pashti. Magazinda Zinnura bitta ko'p ishlar skidkaga tushibdi. Shuning uchun bu do'konni ham chiroyli bir obzor qilib qo'yishga qaror qildik. Egasidan ruxsat so'radik. Bular 150 ming, 250 ming sotilgan 100 minglik bular shimlar ekan. Buni qanaqa shim deyiladi? Kilyosh? Shunaqa shimlar ekan. Ko'ylaklari ham qimmatchilardan ekan. Qoshlari ham tomonlarda ham tashqarining narxlari qanchadan? Qaytdiki bu ishlar? Turkiya, Xitoy ekan bu ishlar. Narxlari 500 ming, 200 ming har xil deyishyapti. Buni qoralar nech pul? 400 ming so'm ekan. Turkiya ham bu? Xitoy. Bular troyka ekan, ha? 350 ming troyka ekan. Bularning razmerlari ham chiqadimi? Standart ekan bular. Ham tevadolar 190 ming, 200 ming skidka. Jenferlar ekan, ba'da dvoykalar. Ichkarini ko'rsatamiz endi. Bu bozorda asosan Turkiya, Xitoy ishlar ekan, qimmat ishlar endi. Bitta yaxshi tomoni ko'p narsalar skidkaga tushibdi, shuning uchun video qilyapmiz. Aslida bu bozorlar juda qimmatroq sababi shu chet ishlar, hali ishlab chiqarish juda ham kam betda. 150 mingdan 300 ming, 400 minglik ishlar 200 ming, 250 mingga skidkaga tushgan. Shuning uchun nima deydi, hali ot sotadigan yoki kiyadiganlarga sal arzonroq degan maqsadda video qilyapmiz. 300 minglik ishlar 200 mingga skidkaga tushgan, 100 ming so'm skidka. Ularda hozir sezoni pashti nimaga hali sovuqlar ketgan. O tevada ham skidka narxi ko'rinadi. 200 ming? 100 ming so'm ekan tevadolar. 100 ming so'mga skidkaga tushibdi. Tomonlar bizda yuk yig'ib berish xizmati mavjud. Kuryerlik xizmati nomerlarimiz 33lik 309 41 87, 93lik 309 41 87 nomerlariga aloqaga chiqinglar. Endi asosan biz o'sha Boboshbek ishlab chiqarish bozorlaridan yuk yig'amiz, lekin chetlardan ham agar ob'yomga zakaz bersalang, chetlardan ham yig'ib beraveramiz. Bular nech puldan? 350 ming. Sizlarda pachka dona ketaveradi? Bu dona yozdi. Bular dona, pachkasi arzonroq bilan donaga 250 ming so'm ekan. O'sha bir 50 ming, 60 ming raziyasi bor ekan. Har bitta do'konga bir so'rayapmiz. Donaga arzonroq, qimmatroq pachkaga arzonroq o'sha bir 50 ming, 60 ming raziyasi bor ekan. Buni tevadolarchi 90 mingdan. Bular 90 ming so'mdan ekan. Bular qaytdiki? Xitoy. Bular Xitoy ekan. O'zingiz nomeringizni qo'yaylikmi? Nechilik? Bu o'sha Telegram gruppasini nimasi ekan, silkasi deydimi, shunaqasi ekan. Kirsalang o'zlarini shu ishlarini rasmlari nimalarni qo'yib boradi. Bemalol aloqaga chiqib o'zlaridan ham zakaz qilsalang bo'laveradi, bizdan ham zakaz bersalang bo'laveradi. O'sha aytganimdek, bu bozorlar ozgina qimmat, sababi bitta ishlab chiqarish juda ham kam. Turkiya, Xitoy ishlar, lekin bitta yaxshi tomoni juda ko'p ishlar skidkaga tushibdi. Shuning uchun bu bozorlardan video qilyapmiz. Nomer nimada boradi? Telegram gruppalarida boradi.